Qachon xafachilik tug'iladi? Xafachilik tug'iladiki, qachon bu oila, tashqi dunyo men xohlagandek bo'lmaydi degan fikr kelsa. Ya'ni meni onam bor, dadam yana boshqa ayol olib keldi. Men uchun avtoritet bo'lgan inson onam xafa bo'ldi. Shuning uchun men dadamni yomon ko'raman. Mana bu fikr uyg'onadi. Aslida olganda bu bor yo'g'i bir sabab bo'ladi. O'sha ikkinchi xotin kelishiga ham sabab bor. O'sha bola o'sha otani yomon ko'rishiga ham sabab bor. Ya'ni hamma narsani sababi va oqibati bor. Qachonki o'sha bola o'ziga kechirish kerak deb emas, ya'ni men kechirishim kerak deb emas, men nima o'rgandim deb savol bersa, shunda kechirishga hojat qolmaydi. Farzand oradan yillar o'tib qandaydir inson bo'lib yetishyapti, katta bo'lyapti-da. Va farzandga o'sha vaqtda sen mana shunday inson bo'lganingga nima sabab bo'ldi degan savolni bersangiz, qanday sabab bo'ldi shunday inson bo'lishingga? Otamni xiyonati sabab bo'ldi. Otang xiyonat qilmaganda sen shunday inson bo'larmiding? Yo'q. Balkim otaga rahmat aytish vaqti kelganmi? Xafachilik o'z-o'zidan yo'qoladi. Ya'ni har bir inson individual. Qaysi bir inson o'zida qandaydir kuchli sifatlarni, kuchli hislatlarni rivojlantira oldi bu voqea oqibatida. Kimdir bu voqea oqibatida cho'kib ketdi. Men terapevtman va har bir insonni hozirgi voqeasidan kelib chiqib bitta ikkita savol berib olib chiqib keta olaman. Ya'ni agarda terapevt tajribali bo'lsa, bilimi bo'lsa, unda u ko'p ishlashni keragi yo'q. Ikkita uchta savol berib, o'sha xafachilikni qalbida tugib yurgan odam voy dada rahmat deb chiqib ketadi.